siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar, suyumli qarindoshlar. Bugün sizlar bilan güzel bir nasihatni birga bo'lamiz. Allohning rahmati butun musulmonlarga, mo'minlarga bo'lsin, ham Uyg'ur xalqiga bo'lsin qarindoshlar. Bu nasihatimiz nima deganda, hasadxo'rlik haqiqatan ig'ir gunoh degan mushu temada bo'lamiz qarindoshlar. Hasadxo'rlik haqiqatan nihoyat ig'ir gunoh qarindoshlar. Hem zini nihayeti ig'ir bu günahniki. Nimişke deganda Peygamber Aleyhisselam şunda degen. Sizler hasad qilmanglar. Hasad qilsanglar, hasad sizlarning yaxshi amallaringlarni quruq o'tinni kuydirib tugatgandek, hasad sizlarning yaxshi amallaringlarni ana shundoq kuydirib tugatadi degan qarindoshlar. Shuning uchun bu hasaddan biz nihoyat qattiq saqlanishimiz kerak. Ameliyatda bu hasad bizning içimizde yok mu deganda bor qarindoshlar. Bu her xil şekillerde, her xil fasonlarda ifodalanib chiqyapti. Balki bu hasad o'tiga kirib qolgan ba'zi qarindoshlarimiz bilib yoki bilmay va yoki buning unchalik ig'ir gunoh ekanligini bilmay, o'ziga unchalik cho'ng ziyon keltirganligini bilmay qilishi mumkin shu qarindoshlar. Şunun için biz mümin, biz Müslüman bo'lgandan keyin bir-birimizga nasihat qilish, bir-birimizni yetaklash har birimizning burchi qarindoshlar. Shuning uchun bu nasihatni qarindoshlar bilan o'rtoqlashyapmiz. Bizniki hozir shu inqilob jarayonida ifodalanayotgan bu hasadniki alomatlari nima deganda, ba'zi qarindoshlarimiz boshqa inqilobchilarni, boshqa tashkilotlarni turli yo'sinlarda haqoratlab, ularning xizmatlarini cho'ktirib, ularning natijalarini sustlashtirib, ularni g'uvalashtirib berayotgan mundaq ahvollarni biz uchirtib turyapmiz qarindoshlar. Endi insonlarda xatolik bo'lmaydi emas, bo'ladi qarindoshlar. Ammo islomning axloqida xatolikni dang'irtib, eshak hang'irtib degandek, uni butun odamga yeyib, uning chavusini chitqa yeyib yurish bu islomning axloqi emas. Agar shu odamlarda, shu tashkilotlarda xatolik bo'lsa, qarindoshlar, uni ayrim so'rinlarda, ayrim yo'l bilan shularga uqtirsak bo'ladi qarindoshlar. Ama lekin etqan vaqtida o'zimizni ko'tirish uchun, o'zimizning tashkilotning o'rnini yuqori ko'tirish uchun biz boshqa tashkilotlarni, boshqa inqilobchilarni har xil shakllar bilan ularning xizmatlarini cho'ktirsak, ularning natijalarini yo'q chiqarsak, ularni e'tiborga olmasak, bu yerda deganda bu hasadxo'rlikniki mana shunday bir xil shaklda ifodalanishi bo'lib qoladi qarindoshlar. Çünkü bizden her bir tınıqlarımızdan, her bir ağız sözümüzden hesap aladigan Allah bu meseleni Peygamber Aleyhisselam'ın ağzı bilen allaqachon o'tirib qo'yib bo'ldi qarindoshlar. Nima? Hasad o'tga o'xshaydi. U quruq o'tinni kuydirib tugatgandek, sizlarning qilayotgan amallaringlarni kuydirib tugatadi degan qarindoshlar. Şunun için biz söyümlü qarindoshlarımızga kuyunib ushbu nasihatni o'rtoqlashyapmiz. Çünkü nimishga qilgan amallarimizni bekor qilib yetib qolmaydi. Mushu kichkina bir dunyoning manfaati uchun, mushu kichkina bir qisqagina bir hayotning manfaati uchun biz kelgusidagi mangulik o'lmaydigan, mangulik hayotimizni nobud qilib o'tmaydi, mangulik baxtimizni qochirib qo'ymaydi deb ushbu nasihatni qilyapmiz qarindoshlar. Shuning uchun biz hasaddan qattiq saqlanishimiz kerak qarindoshlar. Başka qarindoshlarimizningki natijalariga va sahvanliklariga islomiy yo'l bilan muomala qilishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan axloq bilan muomala qilishimiz kerak. Bizningki ulug' bir natija, ulug' bir inqilob, ulug' bir ibodatning ustida turyapmiz. Bizningki bu kurashimiz nuqul bir siyosiy kurash, nuqul bir siyosiy faoliyat emas, balki ulug' bir ibodat qarindoshlar. Bu ibodatning ustidagi har bir inqilobchi
bizden qarindoshlar. Shuning uchun biz bularga nisbatan hasadxo'rlik qilib, ularningki emgeklerini cho'ktiradigan, ularning natijasini g'uvalashtiradigan, boshqalarni o'zimizga tortimiz deb ularni g'uvalashtiradigan manda qiliq harakatlarda bo'lib qolib qolsak, Alloh taolo bizdan rozi bo'lmaydi. Ham o'zimizning qilgan dunyodagi yaxshi amallarimizni o'zimiz kuydirib qolamiz qarindoshlar. Alloh taolo hammamizni to'g'rilikning ustida qilsin. Hasad o'tlaridan hammamizni Alloh o'z panohida saqlasin. Xayr, assalomu alaykum va rahmatulloh.